Assalomu alaykum do'stlar, homiylar. Bugun ham xudo xolasa sizlar bilan bitta foydali dars o'tib ketamiz. Menimcha, o'zlaringni agar ishlaringda sinab ko'rsalaring, shu metodni ancha ishlaring osonlashadi. Buni nimani o'rganamiz? Teksturani choksiz qilishlikni o'rganamiz. Bunda biz AI dan foydalanamiz. Bu narsani oldin ham ko'pchilik baribir darsga qilib o'tgan, lekin ertaga sun'iy intellektlar asosan pullik hisoblanadi yoki judayam katta. Misol uchun AliExpress'da darsligida bor, o'sha foydalangan sun'iy intellekt bor, lekin u judayam og'ir kompyuter uchun va ichiga kirgandan keyin nastroykalari, ya'ni sozlamalari judayam qiyin. Undan ham o'rgansa, undan haqiqiy professional bo'ladi, lekin misol uchun shunday ishlar bo'ladiki, biz mana o'zimiz 3D modelda model yasab sotadigan bo'lsak, bizga bunaqangi professionallik darajada yasalgan tekstura har doim ish beravermaydi, chunki bizni modellarimiz unaqangi klientlarga yuqori sifatli berilgan modellar emas. Ya'ni biz modellarimizni asosan 3D da sotamiz va biz buyurtmachilarga yasab bergan modellar ham asosan 3D da sotiladi, ya'ni stok saytlarda sotiladi. Shu uchun ham bizga eng oson yo'lini tanlaymiz va eng muhimi bepul yo'l bilan teksturalarimizni choksiz qilsak bo'ladi. Demak, misol uchun men hozir mana qora mramor teksturani oldim. Endi bunda qora olganimki yaxshi ko'rinadi. Hop, men sizlarga bunaqangi prompt tashlab qo'yaman, ikkita prompt. Menga marmar tekstura bor, shu teksturani choksiz qilib berishingni xohlayman. Ya'ni bu yerda siz xohlasangiz mramorda o'rniga, mana marmorda o'rniga xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin yoki prosta bo'lmasa shuni o'chirib tashlaysizda, menda tekstura bor, shu teksturani choksiz qilib bersanglar ham bo'laveradi. Misol uchunda nima qilasizlar? Buni olasizlar, kopiya qilasizlar va ChatGPTga yangi chat qilib turib shekil tashlaysizlar. Tashlagandan keyin bu unga prompt bo'lib ketadi. Bu yerda men hammasini to'g'rilab yozib qo'yganman va mana yozyapti. Hop, zo'r, talablar juda aniq, buni qilish mumkin turib qo'yyapti. Bularni endi nima qilish shart emas, chunki bizga javob ham beryapti. Ya'ni nimalarni to'g'rilayman deb yozyapti o'zi. Endi biz bu yerga teksturani tashlaymiz. Ya'ni bizga hozir bu choksiz bo'lishi kerak. Ya'ni hozir men mana shu modelimni bersam, o'zimni ishimda juda xunuk bo'lib qoladi, ustiga minganda bilinib qoladi. Bizga bu narsa o'sha choksiz bo'lishi kerak. Mana hozir darovatga qilib jicha vaqt ketadi, bo'lsa menimcha 1 yoki 2 minutda tayyor bo'ladi. Teksturamız tayyor. Mana endi ko'rishingiz mumkin, bu 100% choksiz bo'ldi. Ya'ni buni hozir ishimizda foydalansak, hech qanaqangi muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Bu birinchi prompt edi. Endi buni ikkinchi prompti bor. Hop, ikkinchi promptda ko'pincha qanday holatlar ishlanadi? Yozilyaptiki, hozir senga deyapti tekstura beraman va shu teksturani deyapti xohlayman deb talablarimizni qo'yyapmiz. Bu yerda ko'pincha nimaga ish beradi bu narsa? Kimdandir qandaydir tekstura oldingizda o'shani klon qilib qo'ymaslik kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi bo'lsa qanaqangi holatda yordam beradi? Misol uchun o'zim klientlar bilan ishlayman va o'sha klientlarga ishlatgan teksturamni keyingi klientga ishlatishim sal noto'g'ri bo'ladi, insofan to'g'ri kelmaydi. Men nima qilaman shu holatida? Shu teksturani shakllarini o'zgartiraman, ya'ni ichidagi fundamentalniy joylarini o'zgartiramanda, u baribir o'sha narsa effektni beradi, lekin menda o'sha ichidagi shakllari, shunaqa narsalari o'zgargan holatida keyingi klientimga bemalol qo'yib turib modelini jo'natishi mumkin. Shunaqangi holatlarda bizda mana ikkinchi promptimiz ish beradi. Hop, buni ham kopiya qila olamizda. Hop, saqlanib qilamiz va buni endi yangiga tashlaymiz. Yangi qilib ochib turib tashlaymizda. Mana uni endi saqlab olaylik. Aynan shuni tashlaymizda. Bizda mana shunaqangi tekstura bor deb bilgan bo'lsak, endi biz mana shuni unga tashlaymiz. Hop, baqib o'tamiz. Mana bu hozir tayyor. Bunga endi teksturani bersak, aytadi javobini. Sal kutamiz, yana 1-2 minutga bormayapti, shu 1 minutda hozir tayyorlab beradi. Teksturani tayyorlab berdi. Hop, farqi bor, aslida bor, lekin o'xshash bo'lib ketyapti baribir ham. Klon emas, muhimi shu, ya'ni mana bu narsa, ya'ni bizni yozganmizda bizga baribir o'sha effektni berish kerak tekstura. Bizga mana shuna holatini chiqarib berdi. Endi hozir solishtiramiz bu narsani. Hop, misol uchun mana qo'ydikda. Endi mana solishtirishimiz mumkin. Bizda saytdan mana shu teksturani olganmiz. Bizga buni
choksiz qilish kerak bo'lgan va buni agar kimgadir beradigan bo'lsak yoki boshqa ishlarimizni ishlatadigan bo'lsak biz buni o'zgartirdik. Ya'ni o'zgartirdikki, bu kimgadir borganda har doim, ya'ni 10 ta klient bilan ishlasak ham bu narsani biz 10 ta klientga 10 xil qilib modelini jo'natishimiz mumkin. Chunki bizda mana shunaqangi yo'lda teksturalarimizni o'zgartirgan bo'lamiz, ya'ni generatsiya qilgan bo'lamiz. Shuni hisobiga aslida bizga-ku muammo bo'lmaydi, klientlarimizga muammo bo'lmasligi 100% bo'ladi, ta'minlayveradi. Hop, demak mana nomlab oldik. Demak bizda mana bu tekstura bor edi. Buni biz choksiz qildik va agar biz kimdandir shuni olgan bo'lsak yoki biz buni olib bitta klientimiz bilan ishlaganimizda uni modeliga qo'ydikda yana bir klientimizga bunisi teksturani ishlatdik. Ya'ni bizda hozir 10 ta klient bilan ishlagan bo'lsa, bizda 10 xil tekstura bo'ladi va bu bizga juda ham qulay. Har doim yangi klient bilan kelishadigan bo'lsak, eski teksturalarni nima qilamiz? Generatsiya qilib olamiz, bo'ldi. Shunda bizga o'zi aslida muammo bo'lmaydi. Klientimizga muhimi shu, klientimizga ertaga saytda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Unga ishlatilgan tekstura saytda umuman yo'q. ChatGPT ga misol uchun men promptni yana qaytadan tashlaydigan bo'lsam, ya'ni mana rasmni tashlab, menga shuni boshqacha qilib ber degan bo'lsam, ayni shunaqangi bo'lmaydi. Ya'ni generatsiya har doim har xil chiqadi. Ya'ni men shu teksturani tashlasam, 10 marta so'rasam menga 10 xil qilib chiqarib beradi. Shunisi zo'r. Bu degani sizlar bergan tekstura hech qanaqangisiga saytda ham hech qayerda yo'q bu narsa. Birinchi bo'lib sizlar bergan bo'lasizlar, ya'ni avtori sizlar bo'lib qolasizlar teksturani. Xullas shu edi bugungi darsimiz. Menimcha foydali bo'ladi. Ishlatinglar. Mana bu promptni guruhga qo'yib qo'yaman. O'zimni Telegram guruhimga qo'yib qo'yaman. Ba'zan do'stlar, xayrlashamiz. Agar yana qanaqangidir darslar bo'lsa, savollar bo'lsa, bemalol biz tayyormiz. Qo'ldan kelganicha, Alloh qodir qilganigacha yordam beramiz. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.